Tojikistonning Xatlon viloyatidagi Sarband qishlog'ida olib borilayotgan arxeologik ishlar chog'ida Kushollar imperiyasiga tegishli tilla sirg'a aniqlandi. Mutaxassislarning fikricha, topilma Tojikiston Respublikasining qadimiy xalqlari merosini o'rganishda katta ahamiyatga ega. Germaniyaning Kyoln shahridan Ikkinchi jahon urushi davridan qolgan 3 ta bomba topildi. Ma'lum qilinishicha, shaharda ushbu bombalarni zararsizlantirish bo'yicha operatsiya boshlangan. Bu operatsiya urush tugaganidan beri o'tkazilgan eng yirik choralardan biri hisoblanadi. Ishlarni amalga oshirish uchun qariyb 20 ming kishi evakuatsiya qilingan. Hududdagi hokimiyat vakillari evakuatsiya zonasidagi barcha xonadonlar bo'shatilganiga ishonch hosil qilgan. Ammo bombalarni zararsizlantirish ishlari qancha vaqt olishi noma'lumligicha qolmoqda. Suriyaning muvaqqat prezidenti Ahmad Ash-Shara joriy yilning sentyabr oyida AQShga rasmiy tashrif bilan boradi. Tashrif davomida u Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi rejalashtirilgan. Bu Suriyaning xalqaro tashkilotdagi so'nggi 60 yil ichida ilk prezidentlik darajasidagi chiqishi bo'ladi. Joriy yilning 10-oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakat rahbarlari kengashining navbatdagi sammitiga mezbonlik qiladi. Qayd etilishicha, sammit Tojikistonning 2025-yil uchun Mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi raisligi doirasida o'tkaziladi. Sammitda hamdo'stlikka a'zo davlatlar rahbarlari ishtirok etishi kutilmoqda. Kun tartibida mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, mehnat migratsiyasi, sog'liqni saqlash, yengil sanoat va og'ir mashinasozlik sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirish masalalari muhokama qilinadi. Sitsiliyadagi Etna tog'idan balandligi 6,5 kilometrga yetgan ulkan vulqon kul, gaz va tosh ustuni otildi. Etna tog'i Yevropadagi eng yirik faol vulqondir, biroq Italiya rasmiylari hozirda aholi uchun hech qanday xavf yo'qligini aytmoqda. Italiya Milliy geofizika va vulqonshunoslik instituti ma'lumotlariga ko'ra, otilish tabiati kraterning yon tomonlaridan birida tosh qulashi sodir bo'lganini ko'rsatadi. Bunday oqimlar atrofdagi hududlar uchun o'ta xavfli bo'lishi mumkin, ammo hozircha tahdid belgilari yo'q. Buyuk Britaniya Rossiya va Xitoyni asosiy xavf tug'diradigan mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Britaniya yangi mudofaa strategik sharhini taqdim etdi. 130 sahifalik ushbu hujjatda Rossiyadan kelayotgan xavf bevosita va shoshilinch tahdid sifatida baholangan. Sharhda Xitoy ham asosiy e'tibor markazida bo'lgan, u murakkab va qat'iy tahdid sifatida tavsiflangan. Xitoy ba'zan Rossiya bilan hamkorlik qilishga tayyor bo'lgan, shuningdek ikki mintaqaviy xavf manbai Eron va Shimoliy Koreya ham hujjatda tilga olinadi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev mamlakat nega BRICSga a'zo bo'lmaganini tushuntirib berdi. To'qayevga ko'ra, u juda pragmatik qarashga ega va BRICS doirasida doimiy tuzilmalar mavjud emasligini ko'rmoqda. Tashkilotda nizom ham, kotibiyat ham, dasturlar ham yo'q. Ma'lumot uchun, BRICS 2006-yilda Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi doirasida tashkil etilgan. Tashkilotning asosiy maqsadi jadal rivojlanayotgan iqtisodiyotga ega davlatlarni birlashtirish, ularning jahon sahnasidagi rolini kuchaytirish, siyosatni muvofiqlashtirish va global boshqaruvning muqobil mexanizmlarni yaratishdan iboratdir. Yaponiyalik olimlar dengiz suvida soatlar ichida erishi mumkin bo'lgan okeanlarning ifloslanish muammosini hal qilishga yordam beradigan plastmassa ishlab chiqdi. Loyiha rahbari Takuzo Aida ularning tadqiqotlari katta qiziqish uyg'otganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu plastmassa neftga asoslangan plastmassa kabi kuchli va toksik emas, yonmaydi hamda karbonat angidrid chiqarmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit bo'yicha dasturi 2040-yilga kelib, plastik ifloslanish 3 baravar oshishini bashorat qilmoqda. Buning oqibatida har yili dunyo okeanlariga 37 millionga yaqin tonna chiqindilar kiradi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqiruvchi Tashkilot Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi loyihasiga veto qo'ydi va bu hujjatning qabul qilinishiga amalda to'sqinlik qildi. Washington o'z qarorini matnda Hamasni qoralash yo'qligi bilan izohlagan. Hujjatda G'azoga zudlik bilan insonparvarlik aralashuvi zarurligi, Isroil hujumlarining davom etishi tinch aholi ahvolining keskin yomonlashishiga olib kelgani ta'kidlangan.